man bilgan krupniy kompaniyalarga o'zingizni SLM xizmatlaringizni sotganingizni bilaman. Например, Aqualighting, Citilet, Citro va boshqa iloji bo'lsa ayta olasizmi? Mana shunaqa katta krupniy kompaniyalarga o'zini uslugasini sotayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Tam layfhaklar, keyslar. Xo'p. Bunda sabablar ko'p. Birinchi sabab keltiradigan bo'lsam, sizda yaxshi bir portfolio bo'lishi kerak. Portfolio deganda qanaqa? Bitta kompaniyani rezultatga olib chiqib bergan bo'lishingiz kerak, oyoq turg'izgan bo'lishingiz kerak. Keyin ikkinchi sababi o'ylayman, o'sha strategiya, siz berayotgan taklifingizda, strategiyada deb o'ylayman. Sababi har bitta kompaniyani siz bilan ishlayotganda sizdan kutayotgan natijasi bo'ladi, maqsadi bo'ladi. O'sha maqsadga erishishda to'g'ri strategiya tanlash bu juda ham katta rol o'ynaydi. Wow effekt, ya'ni mijoz sizdan kutayotgan natijani ko'prog'ini bera olish, qiymat bera olish bu katta cheklarni olib keladi.